Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hurmatli obunachilarimiz, yana bitta Nexia 1imiz keldi. Mana akamiz sotib beringlar, zarur pul kerak deb, to'rtta yumshoq yangi balonchalar qo'yib qo'ygan ekan. Hozir ma'lumotlarni egalaridan bilamiz. Aka, bu mashinani yili bir ma'lumot berib yuboring. Mashinamiz 2007-yilga to'rtta baloni yangi, motori yangi, xadava yangi, ideal holatda, texnik ishi yo'q ekan. Kamchilik yo'q, ha? Kamchilik yo'q. Yili puli 2007-yil. kraskalari qanday? Kraskasi mana bitta krillarda bor, yerda petnol bor ekan. Kiylarda bir chiriga yaragan joyi yo'q. 45 million deyapmiz aka, kelishamiz. 45 million qo'yib bera olmaymiz aka, qimmat. Kelishtirib qo'yaman desangiz agar chiroyli qilib qo'yib beraman, bitta abdurlarni qilib. Hurmatli obunachilarimiz, mashinani bitta abdurlarni ko'rsatamiz. Chiroyli holatda dikdilar. Qarasam, xarajati yo'q ekan. Mashinamizda Nexia 1ga qiziqqan akalar chiqaverasizlar aloqaga. Super ekan. Gazlari bor. To'rtta yangi yumshoq baloncha qo'yib qo'yishgan ekan, hurmatli obunachilarimiz. Mashinamiz orqa qismi. Aka, nech pul qo'yay buni? Nomeringiz bilan qo'yib beraman. Bizga aka 1 so'm pul kerak emas. Prosta o'sha obunachilarimiz Nexia 1, Nexia 2 ga qiziqqanlar o'zlari telefon qilish, savdolashib olishadi. Nech pul qo'yib beramiz aka? Nech pul kelishtirib berasiz? 35 millionga qo'yib bersam bo'ladimi aka? 35 emas aka, o'rtasi 38 million bo'lsa baraka bo'ladi. 38 million so'm bo'lsa, yana kelib mashinani ko'rib, kamchiliklarni aytib savdolashib olishsa bo'ladimi? Aka, nomeringiz bilan qo'yamiz. Xudo xolasa 1-2 kunda baraka bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, nomerlar bilan qo'yamiz akani. 38 million so'm debdilar, yana kelib o'zingizlar savdolashib olishingiz mumkin. Nexia 1ga qiziqqan akalar, agar Vekipga so'raydigan bo'lsalaring, bunker avtokreditga kelsalaring, Vekipga pul tikadigan akalar bor, chiroyli qilib hisoblab berishadi.